O qiziqqan narsalarimiz mubah narsa bo'lgan taqdirdami, agar Allohning zikridan, namozdan, ibodatdan bizni to'sib qo'ysa, u vaqt u narsalar biz uchun bir imtihon bo'ladi. Mayli biz nimaga erishaylik? Barliq natija, barliq iqtidor, barliq muvaffaqiyatning hammasi Robbimning fazli, Allohning biz qilgan yaxshiligi degan bu taslimiyatga markazlashadi. Ammo ko'ziga mol dunyo, zibu-zinnat, nupuz, cho'nglik, shuhrat, mansab, mushundaq narsalar kirishib olgan kishilar ojiz haqiqatga gumoniy nazar bilan qaraydi. Biz ilgirki dersimizde bayan qilganimizdek Davud alayhissalom vafot topgandan keyin Davud alayhissalomning podshohlik taxtiga Sulaymon alayhissalom varislik qiladi. Shundaqla Allohning vahiy qilishi bilan payg'ambarligiga varislik qiladi. Ya'ni Sulaymon alayhissalomni dadasiga o'xshash ham podshoh ham payg'ambar qiladi. Alloh taolo Qur'on Karimda bu haqda va varisa Sulaymanu Davuda. Sulaymon Davuddan miros oldi deydi. Ya'ni podshohlikni miros oladi va Allohning vahiy qilishi bilan payg'ambarlikni miros oladi. Shundaqla Sulaymon alayhissalomga Alloh taolo xuddi Davud alayhissalomga bergandek nurg'ulg'an dunyoviy ilmlarni beradi, hikmat beradi. Shundaqla Sulaymon alayhissalomga jinlarni, qushlarni bo'ysundirib turadi. Ya'ni Sulaymon alayhissalom birdan-bir qushlarning, hayvonlarning tilini bilalaydigan inson, shundaqla payg'ambar edi. Alloh taolo Qur'on Karimda bu haqda va hushira li Sulaymana junuduhu minal jinni val insi vat tayri fahum yuzaun. Sulaymonning jinlardan, insonlardan va qushlardan bo'lgan qo'shinlari to'planadi. Sulaymon ularning oldida dabdaba bilan mangadi. Ular nihoyat tartibli o'rinlashtirilgan edi deydi. Shundaqla Alloh taolo yana bir oyatda Sulaymon alayhissalomning tilidan bayon qilib, Sulaymon alayhissalom o'zining xalqi Bani Isroillarga ya ayyuhan nas ey xaloyiqlar, ey Bani Isroil, ulimna mantiqat tayr. Menga qushlarning tili bildirildi. Ya'ni Alloh taolo tarafidan ularning tili bildirildi. Ular menga bo'ysundirildi. Va utina min kulli shay. Alloh menga nurg'un narsalarni ato qildi. Inna hada lahuval fadlul mubin. Bu uchuq Allohning menga qilgan fazli. Ya'ni bu narsalarga men o'z kuchim bilan, aqlim bilan, tirishchiligim bilan emas, Allohning fazli, yaxshilik qilishi bilan erishdim deydi. Sulaymon alayhissalom chet elchi bir til emas, kichkina bir shirkat, kichkina bir do'kon emas, butun dunyoga hukmronlik qilgan podshoh. Shundaqla qushning tilini bilgan podshoh, nurg'ulg'an dunyoviy ilmlarni bilgan podshoh. Ana shundaq ilmga, shundaq kuchga, shundaq saltanatga ega bo'lib turib, inna hada lahuval fadlul mubin. Bu Allohning uchuqdan uchuqman qilgan fazli, marhamati, yaxshiligi. Ya'ni buni Alloh menga berdi, buni men o'z kuchim bilan erishmadim deydi. Endi biz o'zimizga bir qarab boqaylik. Bir chet el tilini o'rgansak, men nihoyat qattiq tirishqanligim uchun o'rgandim deymiz. Kichkina tijoratga pul topsak, men savdo usti bo'lganligim uchun tijoratim oqdi deymiz. Ozroq qilam nam shuhratga erishsak, men shundaq yaxshi bo'lganligim uchun, yaxshilik qilganligim uchun, iqtidorlik bo'lganligim uchun kishilar menga shundaq hurmat qiladi deb o'ylaymiz. Amaliyotda bu kufrlikning bir turi. Haqiqiy Alloh ishongan mu'min qanchalik kuchga, qanchalik ilmga, qanchalik saltanatga erishib ketsin, inna hada lahuval fadlul mubin. Bu uchuq Allohning fazli deb erishgan ne'matlarning hammasining Allohdan ekanligini unutmaslik kerak. Ko'ranglamaslik kerak. Sulaymon alayhissalom ana shundaq ko'ranglamagachga, Allohning berganligini unutmag'achqa, ya'ni berilgan ne'matlarga tuzkorlik qilmay, shukr qilg'achqa, Alloh taolo uning saltanatini ajoyib kuchli qilib o'tadi. Ne'mat mana shundaq kamtarlik bilan, ya'ni shukr qilish bilan ziyoda bo'ladi. Cho'ngchilik qilish bilan oz qiladi, Allohning azobiga uchraydi. Sulaymon alayhissalom dunyoga hukmronlik qilgan 4 cho'ng podshohning birisi. Ana shundaq turib, inna hada lahuval fadlul mubin. Bu uchuq Allohning fazli deb bu kamtarlikni yo'qotmagan. Har bir odamning qiziqishi, yaxshi ko'rgan narsa bo'lgandek, Sulaymon alayhissalom otga nihoyat qiziqatdi, otlarni nihoyat yaxshi ko'radi. Bir kuni Sulaymon alayhissalom oldiga nihoyat chapqur, chayliq otlarni tizib, uning qarab huzur oladi. Otga har bir qaragan vaqtida otdagi go'zallik tufayli Allohni eslaydi. Shundaqla otlar qaragan vaqtida Alloh yo'lidagi jihad esiga keladi. Ya'ni otni yaxshi ko'rish bilan birga ot qarash orqali Allohni eslaydi. Sulaymon alayhissalom inni ahbabtu hubbal khayri an zikr robbi. Men otlarni Allohni zikr qilish uchun, ya'ni Allohni eslash uchun yaxshi ko'rdim. Ya'ni otlarga har bir qaragan vaqtimda bu otlar menga Allohni eslatadi. Shuning uchun men bu otlarni yaxshi ko'rdim deb otlardan ko'zini uzmaydi. Askarlar otlarni ilib ketsa, rudduha alayya. Men qayt akilanglar otni deb qayt akagizib yana qaraydi. Hatta fi qamasham bis-suqi val a'naq. Bu otlar qarag'incha otning buyollarini, putlarini silaydi. Sulaymon alayhissalom otlardan ko'zini uzalmay, otlarga bo'lgan ishtiyoqi tufayli kun petib namoz vaqti o'tib ketadi. Sulaymon alayhissalom kun petgan vaqtida namoz vaqtining o'tib ketganligini eslab, nihoyat qattiq azoblanadi va namozni kechiktirishiga sabab bo'lgan shu adab otlarning hammasini Alloh yo'lida sadiq qilib o'tadi. Sulaymon alayhissalomga nisbatan eng suyimlik, eng qimmatlik, eng huzurli narsa bo'lsa ot edi. Ammo bu huzurli, suyimli narsa namozning kechiktirishiga sabab bo'lganligi uchun meni Allohga ibodat qilishimdan to'sab qo'ydi. Mening uningga bo'lgan muhabbatim, ibodatimni kechiktirib qo'ydi deb uningdan voz kechib, bu otlarning
hammasini Alloh yo'lida sadiq qilyapti. Bizning har birimizning ma'lum bir ishga qiziqishi bo'lishi mumkin. Ba'zilarimiz futbolga qiziqishimiz mumkin, ba'zilarimiz boshqa bir narsaga qiziqishimiz mumkin. Agar o qiziqqan narsalarimiz mubah narsa bo'lgan taqdirdami, agar Allohning zikridan, namozdan, ibodatdan bizni to'sib qo'ysa, ya'ni uningga bo'lgan muhabbatimiz, uning bilan mashg'ul bo'lishimiz bizni ibodatdan to'sib qo'ysa, u vaqt u narsalar biz uchun bir imtihon bo'ladi. Xuddi Sulaymon alayhissalomga o'xshash. Biz o imtihondan o'tish uchun o narsalarni Alloh yo'lida qurbon qilishimiz kerak. Ya'ni voz kechishimiz kerak. Agar ibodatlarimizni to'smasa, bu to'g'ri. Lekin bizning u narsani yaxshi ko'rganligimiz, uningga berilib ketganligimiz tufayli ibodatimizni qazo qilishiga, kechiktirishiga sabab bo'lib qolsa, biz u narsani xuddi Sulaymon alayhissalomga o'xshash uningdan voz kechib, iymonimizni isbotlashimiz va o imtihondan o'tishimiz kerak. O'zingizning qiziqishi, eng yaxshi ko'rgan ishini bir o'ylab boqing. Shu ish siz ibodatni to'sib qo'ygan vaqtida, men bu ishga nihoyat qiziqman. Lekin bu ishim meni ibodatdan to'sib qo'ydi deb voz kechish intayin tez. Shuning uchun bu bir imtihon. Agar siz bu imtihonni o'tib, shu ishdan Alloh yo'lida voz kecha olsangiz, ya'ni siz bir futbol mastonasi bo'lsangiz, futbol tufayli namozingiz qazo qilib ketgan, shu tufayli bir qancha qatim namozingizni jug'lab o'qib salgan, shunday ahvolda bo'lsa, ya, bu bir ko'ngil echish. Mush tufayli men namozimni kechiktirib saldim. Men mush ishimdan yanay, Alloh yo'lida futbol kurashidan voz kechay deb kecha olsangiz, Alloh sizga uningdan yaxshi bir siz huzur oladigan to'g'ri ishni ato qiladi. Ya'ni Alloh yo'lida voz kechilgan har qanday narsa badalsiz qolmaydi. Sulaymon alayhissalom otlardan voz kechdi. Alloh taolo uning o'rniga Sulaymon alayhissalomga otlardan tiz chapqur bo'lgan shamollarni bo'ysundirib beradi. Alloh taolo Qur'on Karimda fasakharna lahu riyaha tajri bi amrihi. Biz Sulaymonga shamolni bo'ysundirib berdik. Shamol uning buyrug'i bilan larzam mangatdi deydi. Ya'ni Sulaymon alayhissalom otdan Allohning ibodatini cheklab qo'yganlik uchun voz kechib edi. Alloh taolo uningga shamolni bo'ysundirib berdi. Ya'ni Alloh uchun voz kechilgan narsa, mayli u qiziqish olsun, va yoki bizga foyda kelayotgan tijoratimizdagi ma'lum bir ishlar olsun, uningdan Alloh yo'lida voz kechsak, Alloh uning o'rniga texmi yaxshisini beradi. Chunki payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hadisda innaka lan tada' shay'an lillahi azza wa jalla illa baddalakallahu ma huwa khayrun laka minhu. Sen qandaq bir narsani Allohim deb tashlasang, Alloh taolo sana uningdan yaxshirog'ini almashtirib beradi deydi. Demek meyli qiziqishimiz olsun, va yoki kasbimiz, tijoratimizdagi ma'lum ishlar bo'lsin, u ishni Alloh cheklagan bo'lsa, xuddi u ishni qilmasa tijorat oqmaydigandek ko'rinsimi, men Allohni deb tashildim desa, Alloh taolo tijoratini texmi oqtirib o'tadi va yoki undan yaxshirog'ini beradi. Mana shu imtihon nuqtasi. Uni qilmasam tijoratim oqmaydi degan shu harom narsalardan Alloh yo'lida voz kechsak, Alloh taolo bizga chuqur undan yaxshisini beradi. Ba'zi qarindoshlarimizga bu ishni qilmang Alloh cheklagan desa, bizga har xil bahona sabablarni ko'rsatib, buni qilmasak kishilar bu narsalarni olmaydi, deganga o'xshagan turli bahonalarni ko'rsatdi. Amaliyotda bu Alloh qilingan nihoyat bir hurmatsizlik, yomon gumon. Chunki sen Allohni deb bir narsani tashlasang, ajaba Alloh sana yordam qilmay qoladimi? Bizni deb bir odam bir ishdan voz kechib, ziyon tahat qilib qopsa, bizning u odamga yordam qilish imkoniyatimiz bo'lsa, ajaba ma odam meni deb manda ziyon tahat qilib qopdi, men unga yordam qilay deb o'ylamaymizmi? Albatta o'ylaymiz. Bizdinmi necha hassa shafqatlik bo'lgan, butun shafqatning manbasi bo'lgan Alloh taolo. Biz Allohni deb bir ishni tashlab, tijoratimizni ziyon taat qilib qopsak, Alloh bizga yordam qilmasmi? Demak, bu ishni qilsam tijoratim oqmaydi, pul topolmayman deganlik. Men bu ishni Alloh chekil deb qilmasam, Alloh menga yordam qilmaydi. Alloh shundoq rahimsiz. Uni deb biz u ishlarni qilmagan bilan Allohning bizdan kori bo'lmaydi degan bu yomon gumon, hurmatsizlikni o'ttirg'a chiqaradi. Buni biz ig'zimiz demasakmi, bizning hol tilimiz buni degan bo'ladi. Chunki biz buni qilmasam tijoratim oqmaydi, pul topolmaydi deganligimiz, ya'ni Alloh menga rizq bermaydi, rizqsiz qolaman deganlik bu. Amaliyotda bu insonning o'zining haddini bilmaganlik. Chunki pul tepish olsun, va yoki bir ish utuq qozonish olsun, va yoki maktabda yaxshi o'qish olsun, yoki imtihonlarda yuqori numra olish olsun, u utuqda, u muvaffaqiyatda bizning sababimiz faqat bir, ya'ni tirishchilik. O muvaffaqiyatga erishish uchun, o pulni tepish uchun bizning tirishchiligimizdan boshqa, o sabablarni qilishimizdan boshqa yuzlarcha sabab ketadi. Atdegan o'rnimizdan qopqanda, putqulimiz ishlamasa, o imtihonni biralamdik, o pulni topalamdik, u utuqqa erishalamdik. Erişemeyiz. Yürkümüz sokmasa, o uftuklarga, o pullarga erişelemdik. Öpkümüzün çatak çıksa, kınımızda bir rak bop kalsa, o pullarını tapalamdik. Tapalmaymiz. Demek bizim şu pullarını tepişimizde, ma'lum işlerde utuq qazanışımızda bizning hayat turishimiz, nefes erişimiz, bütün a'zolarımızdan saq buluş va undan boshqa nurg'unlagan sabablar lazım. Bu sabablarning hech qaysi bizning ilkimizda emas. Alloh taolo o sabablarning hammasini qiladi. Faqat bizning qiladigan sababimiz bir, ya'ni sabab qilish. Endi biz mushu sababni hamma sabablardan ustun va yoki sabablarning hammasi deb qarab, buni qilmasam men pul topolmayman, buni qilmasam men och qilaman desak, bizning hayat turishimiz, o'pkimizning,
yürkimizden bütün a'zalarimizning saq turishiga o'xshash Allohning qilgan sabablariga ko'z yumganlik, uni tunmaganlik bo'ladi. Shunga bizga foyda ekilayotgan bir ishni Alloh cheklagan bo'lsa, uni darhol yenishimiz kerak. U bir imtihon. Va yoki bizning bir qiziqishimiz harom bo'lib qolgan bo'lsa, men qiziqqan bo'lsam, uni Allohning deb voz kechmaydi, tashlashimiz kerak. Alloh uni yaxshirog'ini beradi. Shundaqla bir mubah ish bo'lgan taqdirdami, u Alloh yo'lidan bizni to'sab qo'ysa, ibodatlarimizning qazo bo'lishiga sabab bo'lib qolsa, biz undan yenishimiz kerak. Xuddi Sulaymon alayhissalomga o'xshash, agar biz yana alsak, Alloh taolo bizga undan yaxshirog'ini beradi. Bani İsraillar ichida erlar az, ayollar nihoyat ko'p edi. Çünkü Fir'avn ularning erlerini qirib tashlagan, keyingi urushlarda erlar nihoyat ko'p o'lib ketgan. Bu sebepten Bani İsraillarning erleri nihoyat ko'p ayollarga o'linadi. Buni Alloh taolo ularga halol qilgan shu davrda. Shunga Sulaymon alayhissalomning 70 ayoli bor edi. Bir kuni Sulaymon alayhissalom, "Men bugun ayollarning hammasidan kurashib chiqaman. Alloh menga har biridan bir o'g'il bersa, men u o'g'illarim bilan birga Alloh yo'lida kurash qilaman" deydi. Bu vaqtda Sulaymon alayhissalomning qashqi bir hamrohi "Inshaalloh" deydi. Ya'ni Alloh xolisa deydi. Chunki ota-ona farzandning bir sababi. Alloh xolisa deydi. Alloh xolisi beradi, bo'lmasa bermaydi deydi. Sulaymon alayhissalom "Inshaalloh" deyishni unutib qoldi. Natijada Alloh taolo Sulaymon alayhissalomga 70 qovul o'g'il emas, yerim yata meyib baldan birini berdi. İnsan qanchalik taqvodor bo'lsa-mu, Alloh taolo uni ba'zi bir musibatlar bilan o'yg'otib, sagit turmasa, bexutlashib qoladi. Masalan, savdoda, tijoratda foydani elib vergan odam o'z aqlliq bo'lganligi uchun, savdoga mahir bo'lganligi uchun foyda oldim deb o'ylab qoladi. Bu vaqtda Alloh taolo u odamga rahmat qilish yuzidan oziq ziyonga o'shirtib, mol dunyoni Allohning berdiganligini eslatdi. Dal shunga o'xshash Alloh taolo Sulaymon alayhissalomga bir yerim yata meyib balni berish orqali, "Ey Sulaymon, sen erishgan u saltanatga o'zing erishmading. Alloh berdi" deganni doim eslatib turish uchun mana shunday imtihonga duchor qiladi. Alloh taolo Qur'on Karimda bu haqda "Va laqad fatanna Sulaymana va alqayna ala kursiyyihi jasadan thumma anab." Biz Sulaymonni haqiqatan sinadik. Uning taxtiga bir jasadni tashladik deydi. Ya'ni ana shunday saltanatga ega bo'lgan, qushlarning tilini bilgan, jilla bo'ysungan, shamollar bo'ysungan bir podshohning bolasining meyib bo'lishi, ey inson, qanchalik saltanatga erishib ket, sana berilgan ne'matning hammasi Alloh taolo tarafidan berilgan. Sen bunchalik narsalarga emas, bir farzandni saq holda dunyoga keltirishga qodir emas, sen bir sababga berguchi Alloh deganni bildirish uchun Sulaymon alayhissalomni mana shunday imtihon qiladi. Sulaymon alayhissalom "Inshaalloh" deyishni unutganligiga Allohga tavba qiladi. Ya'ni Alloh xolisa bo'ladi, xolimasa bo'lmaydi degan bu gapni deyishni unutganligiga tavba qiladi. Demak, biz mayli nima ish qilmoqchi bo'laylik, hatto oldimizdagi bir tal kitobni olmoqchi bo'laylik, inshaalloh Alloh xolisa Allohlayman, Alloh xolisa pul topalayman, Alloh xolisa imtihondan o'talayman degan bu gapni ma'nosiga yetgan holda deyishni unutmasligimiz kerak. Chunki Alloh xolamasa biz hech ish qila olmaymiz. Biz darsda qanchalik yaxshi o'rganib ketaylik, atdeganda qo'yib qolgan vaqtimizda qo'limiz tutmas qolsak, biz imtihon berolmaymiz. Biz qanchalik zirak, qanchalik aqlli bo'lib ketaylik, atdeganda qo'yib qolgan vaqtimizda putimiz yerga basmasa, biz mangolmaymiz. O qilmoqchi bo'lgan ishimizni qila olmaymiz. Demak, biz o'zimiz qilish kerak ishlarni qilgandan keyin Alloh xolamasa u ish bo'lmaydi. Shunga biz o'zimiz qilish kerak ishlarni qilish bilan birga inshaalloh Alloh xolisi bo'ladi deyishni, uning tagidagi tavhidni bilgan, e'tiqod qilgan, ishongan holda deyishni asla va asla esimizdan chiqarmasligimiz kerak. Biz kunda o'ylashmasdan deyotgan bu inshaalloh degan so'zning tagiga ajoyib bir tavhid yoshirilgan. Ya'ni Alloh xolamasa hech qanday ish bo'lmaydi. Ilgari yuz bergan ishlarning hammasi Alloh xohlaganligi uchun bo'lgan. Bundan keyingi ishlar shunday bo'ladi. Hozir bo'layotgan ishlar shunday bo'ladi. Hozir Alloh xohlaganligi uchun men so'zlayapman. Agar hozir Alloh xolamay, mening tilimni gap qilmas qilib qo'ysa, men so'zlaymayman. Agar sizlarning quloqinglarni anglayanmas qilib qo'ysa, sizlar anglayanmaysizlar. Demak, dunyoda yuz berayotgan hamma ishlar, ilgari yuz bergan ishlar, bundan keyin yuz bergan ishlar inshaalloh bilan bo'ladi. Ya'ni Allohning xolishi bilan bo'ladi. Shunga Alloh taolo Qur'on Karimda "Lillahil amru min qablu va min ba'd." Ilgirki va keyingi hamma ishlar Allohning ilkida deydi. Sulaymon alayhissalom mana shu inshaalloh deyishni unutib qolganligi uchun Alloh taolo uni imtihon qildi, ogohlantirdi, eskartdi, uningga yaxshilik qildi. Demak, ba'zi vaqtda biz tirishib turib imtihondan o'tolmasligimiz bizning inshaalloh demaganligimiz. Qalbimizda men nihoyat qattiq o'g'inish qildim. Shu bu imtihonni o'talayman degan bu ishonch kelib qolsa, biz inshaalloh demagan bo'lamiz. Garchi og'zimizda inshaalloh degan bo'lsak-mu. Demak, mayli nima ish bo'lsin, inshaallohni biz qalbimizdan asla va asla chiqarmasligimiz kerak. Har bir ish inshaalloh Allohning xolishi bilan bo'ladi. Buni qalbimizdan chiqarmaslik bilan birga og'zimizda deyishimiz kerak. Sulaymon alayhissalom ana shunday inshaalloh Alloh xolisa deyishni unutib qolganligi uchun Alloh taolo uningga yerim yatib bola ato qildi. Ey Sulaymon, men xolamasam sen o farzand dunyoga akilanmaysan dedi. Demak, ota-ona bir sabab. Ammo o farzandning dunyoga kelishi uchun yuzlab sabab bor. O sabablarning hammasi Allohning ilkida. Bizning bir farzand dunyoga kelish emas, o farzandning rasmini chizishmi
qo'limizdan kelmaydi. Shuning uchun mayli nima ish qilaylik, inshaallohni ig'zimizdan, qalbimizdan tushunmasligimiz kerak. Bir kun Sulaymon alayhissalom qo'shini ichidagi qushlarning hammasini to'playdi va ularning har birini kuzatib chiqadi. Ularning ichida Höpübning yo'q ekanligini his qiladi. Sulaymon alayhissalom "Maliya la aral hudhuda am kana min al-g'aibin." Höpüb ketdi. Va uni ko'mayapman-ku. Agar u o'zrisiz shunday yo'qolib ketgan bo'lsa, o'zurlan kelmasa, men uni jazolayman deydi. Bir muddat o'tgandan keyin Höpüb qaytib keladi. Sulaymon alayhissalom "Nima uchun sen to'planmading?" deb so'raydi. Höpüb o'zini bayon qilib, "Ahattu bima lam tuhit bihi wa ji'tuka min sab'in binaba'in yaqin." Men sana sen bilmaydigan bir xabarni olib keldim deydi. Sulaymon alayhissalom "Qani aytqin" deydi. "Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha 'arshun 'azim." Saba aholisiga, ya'ni Yamandagi Saba xalqiga hukmronlik qilgan bir ayol podshoh bor ekan. Ya'ni Bilqis bor ekan. U nihoyat kuchli ayol ekan. "Wa laha 'arshun 'azim." Uning nihoyat buyuk bir taxti bor ekan. Uning mundaq qo'shini bor ekan deb u yerda ko'rgan ishlarning hammasini bir so'zlab beradi. Sulaymon alayhissalom "Sanandur asadaqta am kunta minal kadibin." Qani qarab baqayli, tekshirib baqayli. Rost gap qildingmi, yolg'on gap qildingmi deb u xabarni tekshirishga boshlaydi. Tekshirgandan keyin uning rost ekanligi, Yamandagi Saba aholisiga Bilqis ismli bir podshohning hukmronlik qilayotganligi, ularning Höpüb xabar berganda quyosh qo'chiqindiganligi ta'kidlandi. Xabar ta'kidlanib bo'lgandan keyin Sulaymon alayhissalom u ayol podshohga bir parcha xat yozadi. Uni Höpübga berib, "İzhab bi kitabi hada fa'alqih ilayhim." Bu xatni olib ularga tashlagin. Ya'ni u ayol podshohga tashlagin. Ondan keyin uning ifodasi qandoq bo'ladi? Uning qarab turg'in. Ondan keyin bo'lgan ishlarni o'qib, mening qishimga kelgan deb bu xat tush vazifasini Höpübga beradi. Höpüb Sulaymon alayhissalomning xatini olib u Bilqis podshohning saroyiga tashlaydi. U xatni topshirib olgandan keyin Bilqis podshoh cho'nglarining hammasini to'playdi. Ondan keyin "Ya ayyuhal malaw inni ulqiya ilayya kitabun karim." Ma'nayt muhim isl xatdan birisi keldi. "Innahu min Sulaymon." U Sulaymondan keldi. Bismillahirrahmanirrahim. Nayt shafqatli va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. "Alla ta'lu alayya va atuni muslimin." Sizlar haqoratlik qilmay, mening qishimga kelinglar deb yozilgan edi. Bilqis podshoh xatni vazirlarga o'qib bo'lgandan keyin "Ya ayyuhal mala'u aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun." Ey vazirlarim, sizlar menga maslahat beringlar. Qanday qilamiz? Men sizlarning maslahatingni olmay, hozir qadar hech qanday ish qilmoqlik. Bu ishni qanday qilamiz? Maslahat beringlar deydi. Bilqisning vazir vuzuralari "Nahnu ulu quvvati va ulu ba'sin shadidi wal amru ilayk. Fanzuri maza ta'murin." Bizning kuchimiz var, biz jangovar, ya'ni biz qo'rqmaymiz. Wal amru ilayk, buyruq senda. Sen nimaga buyursan, shuni qilamiz deydi. Bilqis podshoh vazir vuzuralariga agar Sulaymon va uning qo'shini bizga hujum qilib kelsa, bizning aziz, hurmatli insonlarimizni o'ldiradi, kishilarni xorlashi mumkin. Nurg'ulg'a vayron bo'ladi. Shuning uchun biz ularga qarshi urush qilmay, va yoki ularni bizga urush etish uchun ularga qattiq bir javob qaytarmay, men elchilar bilan nurg'ulg'an so'g'u salom, mol dunyo, pul avatay, qani qarab baqayli, Sulaymonning buning qarda ifodasi qanday bo'ladi deydi. Vazir vuzuralari podshoh Bilqisning bu fikriga qo'shiladi. Shunda qilib Bilqis podshoh bir qancha elchilar bilan nurg'ulg'an sanduqlarga oltin kumushni qachilab Sulaymon alayhissalom tarafga yo'l soladi. Ular Sulaymon alayhissalomning qishiga yetib kelgandan keyin oldiran Sulaymon alayhissalomning huzuriga kirib, oltin kumushlarning hammani qo'yadi va Bilqis podshohning salomini yetkazadi. Sulaymon alayhissalom ularning ko'tarib kelgan oltin kumushlari va sovg'a salomlarini ko'rib, "Atumiddunani bimalin fama atani Allohu khayrun mimma atakum." Sizlar menga mol dunyo bilan yordam qilmoqchimi? Allohning menga bergan mol dunyosini ko'rmadinglarmi? U mol dunyolar sizlar ko'tarib kelgan bu mol dunyodan yaxshi. Bal antum bi hadiyatikum tafrahun. Sizlar ko'tarib kelgan bu hadiyanglar bilan cho'ng ish qilyaptiq deb nihoyat xushal bo'lib ketishinglar mumkin. Lekin men Allohning bergan mol mulki bilan xo'sh, u menga yetadi. U nihoyat ko'p, sizlarnikidan ko'p deydi. Ya'ni Sulaymon alayhissalom bu so'zlar orqali u elchilarga "Men erishgan mol saltanatni, mol podshohlikni, mol boylikni ko'rdinglarmi? Buni menga Alloh berdi" deyish orqali ularga Allohni tushuntirdi. Ya'ni u erishgan kuchning hammasining Allohdan kelgan ekanligi, shuning uchun ularning Allohga taslim bo'lish kerak ekanligini bu gaplar orqali ularga tushuntirdi. Ondan keyin ularga "Agar sizlar taslim bo'lmasanglar, ya'ni Allohga taslim bo'lib musulmon bo'lmasanglar, quyoshga ibodat qilib mengivasanglar, men sizlarga shunday bir qo'shin bilan boramanki, sizlar u qo'shinga hargizmi taqobil tura olmaysizlar. Buni bir podshohingizga aytinglar" deydi. Elchilar Sulaymon alayhissalomning gaplarini anglagandan keyin darhol qaytdi va Bilqisga berib, anglagan ko'rgan ishlarining hammasini deb berdi. Bilqis podshoh gaplarini hammani anglab bo'lgandan keyin Sulaymon bilan urush qilishga bizning kuchimiz yetmaydi ekan deb 12 ming kishilik qo'shin bilan Sulaymon alayhissalom bilan suhbatlashgili, Sulaymon alayhissalomning gapini anglag'ili, Sulaymon alayhissalom taraf qarab yo'lga chiqdi. Sulaymon alayhissalom Bilqisning yo'lga chiqqanligidan jilla orqali xabar tepib bo'ladi. Sulaymon alayhissalom Bilqisga o'zining Allohning payg'ambari erishgan u saltanatiningki Allohning berganligini va shundaqla butun iqtidorining hammasining Allah Taala tarafidan kelgan bir fazli ihson ekanligini uningga bildirish uchun Bilqisning saroyidagi u cho'ng taxtni qaysinglar bu yerga nay tezlikda ekilalaysizlar deydi. Buni anglagan Sulaymon alayhissalomning qishga birjin ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Men u cho'ng taxtni sen o'rnidan turib bo'g'ishlik bir akab bo'lma deydi. Zaburni yaxshi biladigan Sulaymon alayhissalomning kotib bo'lgan yana birisi, ya'ni nayt ilmlik birisi ana atika bihi qabla ayyartadda tarfuk. Men kuzangni echib yumib bo'g'ishlik u cho'ng taxtni ekib bo'lma deydi.
Bu gaplar hozir bizning aqlimizdan o'tmaydi. 300-400 yil ilgari telefon orqali dunyoning bu chetidagi odamni ko'rgili bo'ladi desa, bu shu vaqt kishilarning aqlidan o'tmasligi mumkin edi. Ammo bugungi kunimizda aqlimizdan o'tdi. Qur'on Karimda fiziksal narsalarning mana shunda bir qancha kilometr narisidan shundoq tezlikda akab bo'lganligi bayon qilingan. Sulaymon alayhissalom undaq bo'lsa u taxt akal deydi. U jin yuzni yumib ichib bo'g'ishlik Bilqisning qasridagi noit cho'ng taxtni akab bo'ldi. Shundaqla hada min fadli robbi. Bu Allohning fazli. Ya'ni bu akilish iqtidorini menga Alloh berdi deb, ya'ni Allohga taslim bo'ldi. Demak, har qanday bir muvaffaqiyatda, boshqalarni hayron qoldiradigan ishda chuqum hada min fadli robbi. Bu Allohning fazli deyishni unutmasligimiz kerak. Sulaymon alayhisolamning qismning asosiy umumiy nuqtasi, mayli biz nimaga erishaylik, barliq natija, barliq iqtidor, barliq muvaffaqiyatning hammasi min fadli robbi. Robbimning fazli, Allohning biz qilgan yaxshiligi degan bu taslimiyatga markazlashadi. Mana bu jin ana shunday cho'ng taxtni ko'zni yumib ochqich agab bo'lgandan keyin bu Allohning fazli liyabluani ashkuru am akfur. Alloh menga bu qobiliyatni meni shukr qilamdi yoki tuzkorlik qilamdi, imtihon qilish uchun berdi deydi. Ya'ni har qanday bir qobiliyat, har qanday bir iqtidor va yoki mol dunyo bo'lsin, Alloh taolaning fazli bo'lib, u fazlini Alloh taolo liyabluani ashkuru am akfur. Uning Allohdan kelganligini unutmay Allohga shukr qilamdi, to'g'ri yo'lga ishiltamdi va yoki kufrlik qilamdi. Ya'ni tuzkorlik qilamdi. Uningga men erishdim, pulni men topdim, men tirishqanligim uchun imtihon o'tdim deb Allohning fazlini unutamdi, tuzkorlik qilamdi. Buni imtihon qilish uchun mana shunday imtihonni beradi. Bugungi kunda biz erishgan mol dunyo bo'lsin va yoki har qanday bir muvaffaqiyat natija olsun, bu jinning qilg'ini, ya'ni dunyoning u chetidagi narsani ko'z yumib ochqich akab bo'ldigan bu narsaga tehi yetmaydi. Shundaq turib biz qilgan 2-4 tal ishimiz bilan topgan azroqli pulimizdan ko'ranglab ketamiz. Men topdim, men qildim deymiz. Dal shunda demasligimiz uchun Alloh taolo bu voqelikni Qur'on Karimda bayon qiladi. Ya'ni ey insonlar, sizlar qanchalik mol dunyo topinglar, qanchalik cho'ng podshohlik davlat qurib ketinglar, tehi Sulaymonga o'xshash dunyoning hammasiga hukmronlik qilmadinglar. Sulaymon dunyoning hammasiga hukmronlik qilib turib, inna hada lahuval fadlul mubin. Bu ochiq bir Allohning yaxshiligi, man qilgan fazli dedi. Iqtidor, fan texnika va kuch jihatda dunyoning u chetidagi narsani ko'zni yumib ochqich akab bo'ldigan bundaq bir ish yo'q tehi. Shundaq ish bo'lgan vaqtida hada min fadli robbi. Bu Allohning bizga bergan fazli. Alloh aqlni bermagan bo'lsa, ko'zni bermagan bo'lsa, quloqni bermagan bo'lsa, buni qilolmaydi deb Allohning fazlini har qachon unutmasligimiz kerak. Ana shundaq jinga o'xshash dunyoning u chetidagi fiziksal narsani ko'tarib akilalaydigan bir texnikani ijod qilsakmi, hada min fadli robbi. Bu Allohning fazli deyishni unutmasligimiz kerak. Chunki u narsalar liyabluani ashkuru am akfur. Ana shundaq bu Allohning fazli deb Allohga nisbat beramdi va yoki men aqlliq bo'lganligim uchun mushundaq bo'ldi deb o'ziga nisbat beramdi. Buni imtihon qilish uchun beradi. Bugungi kunimizda ana shundaq ba'zi bir texnikalarni ijod qilganlar nima deydi? Biz aqlliq bo'lganligimiz uchun qildik deydi. To'g'ri, sening aqlliq bo'lishing, sening tirishing bir sabab, lekin u ishni vujudga chiqish uchun nurg'unlagan sening ilkingda bo'lmagan sabablar lozim. Bu sababning hammasi Alloh taolo tarafidan. Agar sening ko'zing ko'masa, qo'ling tutanmasa, putang desemasa, sen u men vujudga chiqadim degan ishlarning hech qaysini vujudga chiqara olmaysan. Shunga har vaqt biz hada min fadli robbi, bu Allohning fazli, Allohdan kelgan bir yaxshilik deb o'zimiz erishgan nim bo'lsa, Allohga shukr qilishimiz kerak. Kamtar bo'lishimiz kerak. Sulaymon alayhissalom Bilqis podshohga o'ziga bergan Allohning iqtidori, qobiliyatini ko'rsatish uchun Bilqis kapog'icha nihoyat tezlikda ajoyib cho'ng hashamlik aynakdan saroy soldiradi. Uning ostidan suv eqib turadi. Qarmoqqa aynak yo'q, suvdaklam ko'rinadi. Bilqis podshoh 12 ming qo'shin bilan bir qancha kun yo'l yurib Sulaymon alayhissalomning qashig'iga keladi. Sulaymon alayhissalomning qashida ulardan burun kap bo'lgan nihoyat cho'ng taxti bor. Buni ko'rgan vazir vuzrolar Bilqis podshohga "Bu sizning taxtingiz emasmi?" deydi. Bilqis podshoh "Annahu ajoyib o'xshaydi ekan" deydi. Ya'ni Bilqis podshoh aqliy jihatda uning bu yerga bunday tez shaklda kelishi mumkin bo'lmag'achqa o'xshaydi ekan deydi. Sulaymon alayhissalom Bilqis podshohni aynakdan soldirgan Hiliq saroyga boshlab keladi. Bilqis podshoh u saroyga qarab hang-tang qoladi. Shundaqla bu saroyni insonning solishga kuchi yetmaydi deb o'ylaydi. Bu saroyning ichiga qadam ilishdan ilgari saroyning osti aynak, ostidan suv eqib turgan bo'lg'achqa xuddi aynak yo'qdek ko'rinadi. O qadamini ilish uchun kimini ustiga ko'taradi. Sulaymon alayhissalom innahu sarhum mumarradun min qawarir tasawwuran. Uning ustida aynak bor deydi. Sulaymon alayhissalom uningga bu saltanatlarning hammasini Allohning berganligi, o'zing bo'lsa Allohning payg'ambari ekanligi, o'ziga imo etishga, Allohga bo'ysunishga, quyosh qamas Allohga ibodat qilishga chaqiradi. Bu gaplarni anglagandan keyin o Sulaymon alayhissalom erishgan saltanatga bir odam o'z kuchi bilan erishamaydiganligi ko'zi yetgan Bilqis podshoh Robbi inni zalamtu nafsi va aslamtu ma'a Sulaymana lillahi robbil alamin. Ey Robbim, men hozirgacha seni tunmay o'zimga zulm qildim. Quyoshga ibodat qilib o'zimga zulm qildim. Men taslim bo'ldim, men musulmon bo'ldim. Men Sulaymon bilan birga bu olamlarning Robbi, Sulaymonni payg'ambar qilgan Allohga
iymon etdim deb musulmon bo'ladi. Ba'zi tarixiy manbalarda Bilqis podshoh musulmon bo'lgandan keyin Sulaymon alayhissalom bilan to'y qilganligi bayon qilinadi. Sulaymon alayhissalom hayotining oxirida dadasi Davud alayhissalom yangilamoqchi bo'lgan Baytul Muqaddasni, ya'ni Masjidul Aqsoni qaytadan silib yangilamoqchi bo'ladi va buningga butunlay jinlarni ishga soladi. Alloh taolo Qur'on Karimda "Va minal jinni man ya'malu bayna yadayhi bi izni rabbih." Sulaymonning oldida jinlardan Allohning ruxsat qilishi bilan, ya'ni Allohning shunda qobiliyat berishi bilan ishlaydiganlari bor edi deydi. Ya'ni Sulaymon alayhissalom jinlarni ishlatib Baytul Muqaddasni yangilashni boshlaydi. Sulaymon alayhissalom o'zining hayotining oxirlashib qolganligini his qilib, agar men vafot topsam, bu Masjidul Aqso bitmaguncha hech kimga xabar bermanglar deydi. Va har kun atdigan chiqib, u Masjidul Aqsoning qurilishini ko'zdadi va uning beshidan ketmaydi. Sulaymon alayhissalom bir kuni odati bo'yicha jinlarning beshida Masjidul Aqsoning qurilishini ko'zitib turadi. U hassiga tayanib turadi. Alloh taolo Sulaymon alayhissalomning jinni ana shundaq hassiga tayangan peti oladi. Lekin Sulaymon alayhissalom Allohning iroda qilishi bilan u hassiga tayanganicha yiqilmaydi. Sulaymon alayhissalomning oilasi va atrofidagi kishilar Sulaymon alayhissalomning vafot topganligini bilsa-mu, vasiyatiga asosan, ya'ni jinlarning ishdan to'xtab qolmasligi uchun uning vafot topganligini hech kimga aytmaydi. Toki bir tal qurt Sulaymon alayhissalomning hasini yeb, chirib, hasi sungan vaqtda Sulaymon alayhissalom yiqiladi. Ana shu vaqtda jinlar Sulaymon alayhissalomning vafot topganligini biladi. Bu vaqtda bo'lsa, Masjidul Aqso butunlay bitib bo'lgan edi. Alloh taolo Qur'on Karimda bu haqda "Falamma qadayna alayhil maut ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atihi." Biz Sulaymonning vafot topqizgan vaqtimizda uning vafot topganligidan jinlar qurtlarning hasini yeb, yiqilgan vaqtida xabardor topdi deydi. Ya'ni jinlar g'aybni bilmaydi. Ana shundaq Sulaymon alayhissalom vafot topgan bo'lsa-mu, ular bexabar ishlayverdi. Qurt uning hasini yeb, yiqilgan vaqtda undan keyin bildi deydi. Shunda qilib Sulaymon alayhissalomning davri Bani Isroillarning eng gullangan oltin davri hisoblanadi. Kishilarning mel iqtisodiy jihatdan olsun, mel iymoniy jihatdan olsun eng yuksak nuqtaga yetgan vaqt hisoblanadi. Chunki bu davrda da'vo qilayotgan iymon haqiqatmi Sulaymon alayhissalomning qo'lida edi. Bunda bo'lgan vaqtda hamma odam islomga yepishadi. Ya'ni musulmonlar kuchli bo'lgan vaqtda hamma odam shu do'lqinga ergashib musulmon bo'ladi, islomdan yiroqlashmaydi. Bugungi kunimizda kishilarning islomdan yiroqlashishi dal kuch bilan islomning biriga kelmaganligi, musulmonlarning ojiz bo'lib qolganligi, iymondan iborat bu haqiqatni bayon qilayotganlarning kuchi yo'q, ojiz yoki iqtisodiy jihatda tuvan bo'lib qolganligi uchun ko'ziga dunyo taqilib olgan bu inson u namrat tursa, pulisi bo'lmasa, kuchi bo'lmasa deb u haqiqatga gumoniy nazar bilan qaraydi. Uning aksicha kofirlarga, dinsizlarga kuchi bo'lganligi uchun, boyligi bo'lganligi uchun havas qiladi. Bani Isroillar uzun mezgil mana shunday imtihonga duchor bo'lganligi uchun, ya'ni ularni iymonga chaqirgan payg'ambarlar ojiz, kuchsiz, ammo kofirlar bo'lsa Fir'avnga o'xshash kuchli, Qorunga o'xshash boy bo'lg'achqa Bani Isroillarning ko'p sonliqi iymonga nisbatan gumoniy nazar bilan qaragan. Ammo Qorunga o'xshash boylarga havas qilgan. Ammo Alloh taolo Davud alayhissalomdan boshlab Sulaymon alayhissalomgacha ularning ichida bu payg'ambarni ham kuchli, ham boy qilib ko'rsatgan. Shundaqla ularning voqealigini Qur'on Karimda bayon qilinishi mulk Allohning. Alloh xohlagan odamga beradi. Xolisa Davud alayhissalomga o'xshash, Sulaymon alayhissalomga o'xshash payg'ambarlarga beradi. Xolisa Qorunga beradi, Fir'avnga beradi. Demak, bir odamning mulkning bo'lganligi, kuchning bo'lganligi, saltanatning bo'lganligi u odamda haqiqatning borligini bildirmaydi. Shundaqla Alloh taolo haqiqat yo'lda manganlarga saltanat bermayman, pul bermayman degan gapmi yo'q. Sulaymon alayhissalomga o'xshash basimi beradi, Davud alayhissalomga o'xshash basimi beradi. Ammo bermasligi mumkin. Demak, mol dunyo, kuch, saltanatningki haqiqat bilan hech qanday munosabati yo'q. Pul boyada haqiqat va kuch boyada haqiqat va deydigan gap yo'q. Ba'zi haqiqat ojiz bo'lib qolishi mumkin, kuchsiz bo'lib qolishi mumkin. Kuchlangan vaqtida xuddi Sulaymon alayhissalomga o'xshash, Davud alayhissalomga o'xshash hamma odam iymon etadi. Albatta bularning oqibati iymonning sifatiga qarab bo'ladi. Lekin musulmonlar ojiz, ya'ni haqiqatga chaqiruvchi, haqiqat ustidagi musulmonlar ojiz. Haqiqatning qarshisidagi zolimlar, kofirlar, Allohni tunmaydiganlar, Allohni ushlaydiganlar, kuchli fan texnikada taraqqiy qilgan. Bundaq bo'lgan vaqtida faqat va faqat haqiqatga cho'qingan, iymonga cho'qingan kishilar haqiqat ojiz bo'lsa-mu, u iymonga yuzlanadi. Ammo ko'ziga mol dunyo, zibu-zinnat, nupuz, cho'nglik, shuhrat, mansab, mushundaq narsalar kirishib olgan kishilar haqiqatga emas, kuchga, shuhratga cho'qinadi. Ojiz haqiqatga gumoniy nazar bilan qaraydi. Alloh taolo Bani Isroillarga mana shu ikki payg'ambarni kuchli qilib ko'rsatish orqali Alloh xolisa payg'ambarlarni kuchli qiladi deb ularga ko'rsatib qo'ydi. Ammo Sulaymon alayhissalom vafot topgandan keyin Sulaymon alayhissalom hukmronlik qilgan zamonlar hammasi bir-birlab parchalanishga boshlaydi. Bani Isroillar bir-ikki avlod iymondan tarimay yashaydi. Lekin vaqt uzargan sari ularning ichida kufrlik yana bosh ko'tarishga boshlaydi. Sulaymon alayhissalomning boyligi, qushlarning tilini tushunishi, shamolning bo'ysunishiga o'xshash Allohning oyatlari, u davrda yashamagan, u mo'jizalarni ko'rmagan
kelgan avlodlarga xuddi xurofotlikdek anlanib, uningga ishonmaydi va gumoniy nazar bilan qaraydi. Ya'ni bir qancha asrdan keyin Bani Isroillar yana yo'ldan chiqishga boshlaydi. Ammo mehribon Alloh bu ozg'in insonlarni, bu ozg'in Bani Isroillarni yana ozg'inlikqa qo'yib o'tmay, ularga payg'ambar avatdi. Ammo bu payg'ambarni Sulaymon alayhisalomdek boy podshoh emas, oddiy nomrod kishidan avatdi. Bu payg'ambar kim? Bu payg'ambarga Bani Isroillarning ifodasi qanday bo'ladi? Bu haqda kitoblar qiziqsanglar, diqqatinglar kelarki darsimizda bo'lsin.